o'sha ikkita golda ham ikkita hujumni o'zi boshlagan. Farq mana shu joyda vujudga keladi. Shuni aytib qo'ymoqchiman. Bu birdan birini ustun qo'yishda emas. Hamma yuk Messiga tushgan paytda jahon chempionatiga borib turib, o'sha oxirdagi jarima zarbasidan foydalana olmagan. Endi chiqqan paytlari bo'lgan. Ha, u Yamal chalik yoshligidan hamma vazifani olmagan o'ziga. Ronaldo esa qaysar, Ronaldoning o'zining tabiati bor, u oxirigacha kurashadi. Oltin to'p bahsida Mbappe bilan Yamal, Messi ham hattoki aralashishi mumkin. Mana shunaqa yorqin futbolchilar Ronaldo va Portugaliya otib qolsa kurashishi mumkin deb o'ylayman. Lekin hech kim o'sha paytda ko'rasizlar, Bruno Fernandes bilan Harry Kane variantini ko'rmayotgan bo'lishadi. Ha, Angliya agar chempion bo'lsa, finalgacha boradigan bo'lsa, demakki o'sha play-off bahslarida yondirgan futbolchilardan biri Harry Kane bo'ladi. Bunga ishonchim komil. Ammo chetdan o'sha baho beradigan jurnalistlar, mutaxassislar yorqinlikka ko'proq qarashadi. Men o'zi har doim aytib kelganman, oltin to'pning kriteriyasi yo'q deyishsa, men bor. Bu yorqin epizodlarni xotiraga sig'dirish, xotiraga jamlash. Shu xotiralarda eslaydida, o yomon urib tashlaganda yoki uzoqdan urgan edi, qaysidir o'yinni hal qilgan edi. Zidan 98-yil oltin to'pni ikkita boshi bilan kiritgan gollar evaziga olgandi-da. Bosh bilan bir Zidan uchun ham unaqa katta mehnat hisoblanmaydi. Oltin to'p shunaqa endi. Biz bunga ko'nikishimiz kerak, qabul qilishimiz kerak. Harry Kane hamda Bruno Fernandes hozirgi zamonaviy futbolda statistika nuqtai nazaridan ham, o'yinni qurish masalasida ham, jamoasiga keltirayotgan manfaati yuzasidan ham do'stlar eng yaxshi futbolchilar. Nazdimda eng yaxshi futbolchilar. Vitinha bilan Pedrini ham qo'shamiz albatta. Lekin Vitinha bilan Pedri shunaqa jamoadaki, uning atrofi ham unga monand. Harry Kane hatto menga Bruno Fernandesdan ham ustun ko'rinadiki, Harry Kane'ning atrofida ham zo'r yulduz futbolchilar. Lekin o'shalar ichida mehnatkashligi bilan ajralib muhim figuraga aylanayotganligi Kane darajasini ko'rsatib beradi. Vitinha o'yin qurishda, Pedri o'yin qurishda e'tirof etiladi. Yamal yorqinlik, Olise bu yorqinlik bor. Turli Mbappe gollar haqida hikoya. Lekin bularning ichida jamoaga ta'sir yuzasidan, mehnat yuzasidan, liderlik xususiyatlarini biror bir soniya boshqaga topshirib qo'ymaslik jihatidan Bruno Fernandes hamda Harry Kane'ni alohida e'tirof etgan bo'lardim. Endi Angliyada o'yinlar davom etyapti. Angliyada bugun Burnley bilan Arsenal o'ynaydi. Ertaga xudo xolasa Manchester City ishtirokidagi uchrashuv bor. City g'olib bo'ldi. U haqda video joyladim, shuning uchun u yerga to'xtalib o'tmayapman. Rodri ham o'zining intervyusida Bruno Fernandes mavsumning eng yaxshi futbolchisi shubhasiz dedi. Ya'ni raqib futbolchilar e'tirof etib tashlashyapti va Harry Kane turli murabbiylarga jamoa o'tayotgan paytda ko'prik vazifasini bajarib berayotgan, asos bo'lib berayotgan bo'lsa, Bruno Fernandes ham shu jarayonning asosiy qahramoni. Ya'ni Bruno bor, bir murabbiy juda tubga qulab tushmaydi. Maydondagi murabbiyga ishonib topshiradi hammasini. Kelasi ham maydondagi murabbiy, "Og'ir topdim bor-ku." Shu to'g'riroq bo'ladi. Harry Kane ham, Bruno Fernandes ham maydondagi murabbiy desam to'g'riroq bo'ladi. Shular ko'proq fidoyilik qilishlari kerak, shundagina jamoaning o'yini qovushadi. Endi Casemironing xayrlashuvi, Griezmannning xayrlashuvi, shuningdek Lewandowskining xayrlashuvi xususida o'sha podkastlarda gaplashdik va hali Futbol Plus bor. Futbol Plusda u yig'izig'i bo'ladi hali. Cristiano Ronaldo haqida kecha video qo'ydim. Ko'pchilik endi tushundi. Endi hamma ko'rib turgan narsa, unaqa ko'p e'tirozlarni o'qimadim. Taqdirga tan berilganini, haqiqatan ham hujumchi sig'ida juda ko'p vaziyatlarni uvol qilganligi, unga jamoa suyanib o'ynaganligi xususida bo'lib, videoda maksimal o'zimning fikrimni to'g'ri tushuntirib bera olmaymanki, unaqa ortiqcha keraksiz darajadagi himoyalarni ko'rmadim. Yo'q, deb shaytonlab yotishadi-ku o'zi ikkalasida ham. Mana Messining farqini aytayapman. Messi o'sha ikkita golda ham ikkita hujumni o'zi boshlagan. Ronaldo esa hujum boshlash fazasida emas, yakunlash fazasida bo'lganligi uchun bilinib qolyapti, imkoniyatlarini uvol qilayotgan. O'shan golga aylantirsa bo'ldi, Ronaldo bo'ladi. Foydalana olmayapti-da.
foydalana olmayotgandan keyin baribir tanqidlarga uchraydi va jamoaning ajoyib hujumlarini uvol qilgan futbol sifatida qayd etiladi. Messida esa o'yin qurish vazifasi bo'lganligi uchun, orqadan hujumni boshlayotganligi uchun hatto o'zi ham yakunlayapti, bittasida boshqasi yakunlayapti, go'zal chiqyapti. Farq mana shu joyda vujudga keladi. Shuni aytib qo'ymoqchiman. Bu birdan birini ustun qo'yishda emas. Maydondagi pozitsiyalarini naqadar to'g'ri tanlaganida Messini. Messi borgan sari misol uchun o'yin quruvchi futbolchiga aylanib boryapti, chunki jismoniy imkoniyatini juda yaxshi biladi, bizdan yaxshi biladi. Ko'ryapti, jismoniy imkoniyati orqaga ketgan paytda futbolchilar naqadar katta muammolarga duch kelishlari mumkinligini kim Messi tushunyapti yo atrofdagilar zo'r tushuntirishyapti. Ronaldo esa qaysar, Ronaldoning o'zining tabiati bor, u oxirigacha kurashadi, o'zi haligi sher bilan yo'lbarsni taqqosida aytganmiz-ku. 10% qochishga bo'lsa ham kuchini olib qo'ymaydi-da sher. Shunaqa qilib turib harakat qilyapti va bu ko'proq o'sha heytlarga sabab bo'lyapti. Balkim qaytib qolar. Boya ham shu xususda gaplashdik. Balkim qaytib qolar va jahon chempionatiga yashirib qo'ygan qurollar borligini ko'rsatadi. Biz bilan ko'rsatmasa ish qilib, boshqa o'yinlarda ko'rsataversin. Butunlay boshqa atmosferada o'ynaydi va atrofida boshqa futbolchilar bo'ladi va ular shunaqa zo'r o'ynab yuborishlari mumkin. Portugaliya terma jamoasi Ronaldo faqat oyog'ini qo'yib turaversa ham gollari sonini oshirib olish mumkin. Uni endi bilmaymiz. Hali jahon chempionatiga bormaydi. Hozirgi holatdan kelib chiqib, Messi naqadar to'g'ri pozitsiya tanlayotgani, misol uchun ko'rpaga qarab turib, qayerga oyoq uzatish kerakligini bilayotganini aytyapman-da. Mana shu farqni kechagi golli vaziyatlarda ko'rdim. Golda ikkita gol bo'ldi. Bittasini o'zi urdi, bittasini esa uning pasi bilan gol kiritishdi. Ikkalasida ham Messi qatnashyapti, o'yin quryapti. Bitta narsa aytaman, bitta narsa. Eldor mana shu Turkiya chempionatiga ketayotgan paytida biz Rimda podkast olganmiz, gaplashganmiz, suhbatlashganmiz. O'shanda sal endi Italiya-ku, Italiyadan ketmasa bo'lar degan fikr bo'lgan. Lekin mana hozir kelib turib Eldor to'g'ri tanlov qilganini tushunib yetyapman. Chunki bilmaymiz Romada Gasperini sistemasida Eldor qanchalik vaqt o'ynardi. Chunki bu yerda ham ancha vaqt ketdi. Misol uchun Beshik-Shekir darajasi ancha past bo'lsa ham, shu yerda ham adaptatsiyasiga ancha vaqt ketdi. Yangi murabbiy Gasperiniga undan battar adaptatsiya qilish kerak edi. Mana shu tomondan u jahon chempionatiga zo'r tayyorgarlik ko'rib oldi. Xuddi Lionel Messi kabi tayyorgarlik ko'rdi, bemalol aytaman. Qaysiki Messi bilsangiz 2006-yili endi chiqqan paytlari bo'lgan. U Yamal chalik yoshligidan hamma vazifani olmagan o'ziga 10-yil pishiq payti edi, oltin to'p olgan payti edi. Va ana shunda Messiga butun o'yin topshirilgan. Barselona o'sha yil Chempionlar Ligasini yutqazib qo'ygan va bu bosim natijasida Messi menimcha jahon chempionatida o'zining darajasini ko'rsata olmagan. 14-yil esingizda bor. Unda ham Real Madrid, Atletico Madrid finalda o'ynayapti. Atletico Barselonani chiqarib yuboryapti. Hamma yuk Messiga tushgan paytda jahon chempionatiga borib turib, o'sha oxirdagi jarima zarbasidan foydalana olmaganda. Misol Messi har doim to'g'ri tepadigan futbolchi, zo'r nuqtadan finalda muhim pallada gol ura olmagan, aniq ham tepa olmagan. Bu nimadan? O'sha yilning azoblari to'planib kelganda deb o'ylayman. 18-yil do'stlar. Unda ham Barselona Chempionlar Ligasini yuta olmagan. Chunki Chempionlar Ligasining finaldan keyin bo'ladi o'yin va aynan Messiga o'xshagan futbolchilarga bu ruhan ta'sir ko'rsatadi. 18-yil kim chempion bo'lgan? Xa topdingiz, Real Madrid Chempionlar Ligasini adashmasam qatorasiga 3-marotaba qo'lga kiritgan paytida u mundialga borgan va shundoq keyingi boshga chiqib turib, jamoadorlarni joylab uyga qaytgan. 22-yil. U qayerga bordi? Va qanaqa tayyorgarlik ko'rdi? PSJga bordi. Pensionerlar, o'sha paytdagi pensionerlar jamoasiga bordi. Xotirjam taraddud ko'rdi. Bu o'yinda tushdi, xohlasa bu o'yinda tushdi. Muxlislarning bosimi unga ta'sir qilmadi. Fransiya tushunmaydi birinchidan. Keyin PSG uni jamoasi emas, bir qonidagi jamoasi emas. Pul uchun, ya'ni Barselona bilan o'sha konflikt paydo bo'lgandan keyin pulli variant tariqasida PSG o'sha paytda zo'r edi. Saudiya Arabistoni hali chiqmaganda bunaqa darajada ko'karib, MLS ham va bordida jahon chempionatiga zo'r tayyorgarlik ko'rib oldi. Bosimsiz, go'yoki Rambo degan filmda o'rmonlarga chiqib ketib tayyorgarlik ko'rib turib, hammani
mahv etadi. Messida ana shunaqa bosimsiz taraddud ko'rish imkoniyati bo'ldi. Eldorda ham shunaqa bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri, Eldor misol uchun chempion bo'lish uchun borayotgan jamoa vakili emas. Lekin baribir zo'r mavsum, zo'r jahon chempionatini o'tkazib berishga qancha o'ynasa ham ichidan istagi bor. Mana shu o'rinda Turkiya chempionati gollari hujumchiga kerak narsa bu ideal tayyorgarlik bo'ldi. Ideal tayyorgarlik bo'ldi. Alal-oqibat hatto statistikada ham urib berdi. Bashak Shekerni tanlagani misol uchun o'sha Fener yoki Galatasaray o'sha bosimning ichida qolib ketadi. Rimdagi bosim holva bo'lib qolaveradi. Hamma yozgan nashrlar, u Bashak Sheker 200 ta muxlisi bor, kiradimi, kirmaydimi, o'zini gollarini urib, mazza qilib turib, shakllantirib, hatto Abbosni ham adaptatsiyasiga yordam berib turib, terma jamoamiz manfaati uchun juda katta ish qildi. Tabriklaymiz, to'g'ri tanlov. Biz o'shanda Eldordan farqli ravishda ichimizda o'ylagan bo'lsak ham adashgan ekanmiz. Shu do'stlar, men mana shu mavzularni gapirmoqchi edim. Qolgan temalar ko'proq o'sha yaqinda YouTube kanaliga qo'yiladigan markaziy sektor hamda futbolda. Endi Futbol Plus bu jonli efir. Ana shunda xudo xolasa ko'rishamiz va u yerda butunlay boshqa yo'nalishda, boshqa mavzularda gaplashsak kerak. Ko'rishguncha salomat bo'ling.